O'zbekiston yoshlari uchun tadbirkorlik, innovatsiyalar va shaxsiy rivojlanish sohalarida ulkan imkoniyatlar ochib berayotgan biznes marafon loyihasi davom etadi. Poytaxtimiz mezbonlik qilgan bu galgi marafon ham yoshlar bilan ochiq muloqot tarzida o'tdi. Yoshlar ishlari agentligi va Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan marafon tafsilotlari bilan navbatdagi lavhamiz orqali tanishishingiz mumkin. Biz Yuta shtatida Amerikada bo'ldik. Ya'ni o'sha Yuta shtatida Sterling fond rahbari Mills bilan tanishganimizdan keyin biz loyihalarimizni hammasini ular ko'rsatganimizdan keyin juda ham qiziqish bildirdi bu loyihaga va o'zlarini mana shu bugungi kunda O'zbekistondagi startaplarga o'zlarining hissasini qo'shish borasida takliflar bildirishdi va bugungi kunda O'zbekistondagi yoshlar bilan ham suhbatni uyushtirish miqyosida 5 ta katta nufuzli tadbirkorlarni jalb qilib turib, bular bilan ham mana biznes marafonni bugungi kunda O'zbekistonda o'tkazamiz. Bugun ham Yoshlar ijod saroyi tadbirlar zalining o'rindiqlarini egallagan yoshlar bir maqsadni oldiga qo'yib kelgan: biznes sohasida chet el tajribalarini o'rganib, berilayotgan imkoniyatlardan foydalanish. Shu kungacha 5 mavsum davomida o'tkazilgan biznes marafon loyihasi o'z samaradorligini isbotladi va minglab yoshlarning tadbirkorlikka qadam qo'yishiga turtki bera oldi. Bu galgi marafonning ham asosiy maqsadi yoshlarni innovatsion biznes g'oyalar yaratishga rag'batlantirish, tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirish, startap va biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun global mutaxassislar bilan aloqalarni mustahkamlashdir. Bugun yoshlar ingliz tilida biznes marafonni kuzatishyapti va mehmonlar o'zbekistonlik mehmonlar emas, Amerikadan undan oshiq katta delegatsiya chiqib yoshlar bilan muloqot qilyapti va bu delegatsiya shunchaki oddiy insonlar emas, Yuta shtatidan kelgan, Yuta shahridan kelgan juda o'sha katta bir fondlar, katta kompaniyalar egalari, rahbarlari, kerak bo'lsa o'sha senatorlari kelgan. Bu muloqot juda yoshlarimizni ko'zi yonadigan bir formatga sabab bo'ladi. Men ko'ryapman, yoshlarimiz, yigitlarimiz, qizlarimiz ko'zi yonib turibdi. Har doim endi bizani baribir farzanda orzu qiladi, Amerikaga borsam, o'qisam, mana shu bir katta imkoniyatlar eshigi ochilsa deydi va bu bizni xursand qiladigan narsa mana Yoshlar kelajagi jamg'armasi, Yoshlar agentligi bilan birgalikda bu marafonlar mana shunga o'xshagan keyingi eshiklarni ochishi mumkin. Marafonda ishtirok etayotgan mahalliy va xorijiy mutaxassislar ushbu minbardan joy olib, birma-bir nutq so'zlamoqda. Marafon ishtirokchilari esa o'zlarini qiziqtirgan savollarga ushbu mutaxassislardan shu joyning o'zida javob olmoqda. Biznes marafon bu bilim, tarmoq va yangi imkoniyatlar manbaidir. Bu yerda har bir ishtirokchi o'z bilimlarini oshiradi, xalqaro tajriba orttiradi va kelajakdagi muvaffaqiyatlar uchun mustahkam poydevor yaratadi. Mubina Nosir va Dostonboy Matov, Sahro Kozimjon va Ovoz informatsion dastur uchun Toshkent.